Mani bir bo'lagim bu mani singlim. Kichkina kenja singlim, o'zi bitta dona singlim bor, bir dona ukam bor. Lekin ko'proq nega singlim deyapman? Chunki uni kichkinaligidan o'zim katta qilganman. Ana sira. O'zim katta qilganman, chunki onam mana shu singlimga homilador bo'lgan paytlarida dadam qamalib qolganlar. Qamalib qolganlarida uzoq muddat berishgan o'sha paytda va singlim o'sha dadam qamalgandan keyin 3 oydan keyin tug'ilgan. Vaholanki oilada yagona boquvchi onam bo'lganlar. Ishga chiqib ketishlari kerak bo'lgan. O'sha paytda mana tug'ruqdan keyin o'sha 54 kun menimcha dam olish kuni berardida, keyin sani chaqalog'ing bilan hech kimni ishi yo'q, sen ishga chiqishing kerak, pul topishing kerak, ro'zg'or tebratish kerak. Va mana shunda singlimni menga qoldirib, onam ishga chiqib ketganlar. Necha yosh bo'lgansiz o'shanda? Men demak singlim bilan oramiz 9 yil. 9 yosh bo'lgansiz. Hali kichkina bo'lgan ekansiz. 9 yosh bo'lganman. O'sha kashasini pishirib, beshikka belab, ovqatini berib, o'ynatib, uxlatib katta qilganman qo'limdan kelgancha. Chunki maktabga bir kun borsam 3 kun bormasdim.